Akamiz uylarida mo'ri tozalayman deb balandlikdan yiqilganlar. Yiqilganlarda ham o'ng oyoqlarida, to'piqlarida siniq, katta boldir suyagi avtor nomi bilan perlon dupitrina deyiladi. Dupitrina sinig'i bo'lgan, kichkina boldir suyagi singan, katta boldir suyagi medial mishilkasi ajralib ketgan, sindesimiz bog'i uzilib ketgan. Hozir qiladigan ishimiz medial tomondan tushib turib, plastinka shurib qo'yib, hammasini joy-joyiga olib kelib, chiqqan oshiq suyagini joyiga solib beramiz.